Qabulimizda kelayotgan bolalarning ko'pchiligida hozir tomoq og'rig'i, isitma va og'izdagi har xil toshmalar bilan shikoyat qilib kelmoqda. Hammasini so'rab surishtirganimizda anamnez yig'ilganda yana o'tgan yilgi ahvol qulupnayga borib taqalyapti. Ota-onasi qulupnay berganda, qulupnay tufayli shu narsa yuzaga keldi deb aytishadi. Lekin aslida bu qulupnay sababli yuzaga kelmaydi, balki qulupnayni to'g'ri yuvmasdan berish natijasida yuzaga keladi. Chunki yuzasida har xil infeksiyalarni, viruslarni ushlab qoladi. Qulupnayni qanday yuvish kerak? Bolalarga berishdan oldin qanday tozalash ishlarini amalga oshirish kerak? Birinchi navbatda qulupnay 20-30 soniya davomida toza oqar suvda yaxshilab yuviladi. Keyinchalik 1 litr suvga 1 choy qoshiq soda yoki sirka qo'shilib 5-10 soniya ushlab turiladi va yana toza oqar suvda yaxshilab yuvib tashlaniladi va shundan keyin qulupnay iste'molga yaroqli bo'ladi.